Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Diqqatingizda dangliq olim marhum Abdushukur Muhammad Eminning Yorqin aslimalar nomli kitobidagi Men va mening xalqim nomli asarining davomi. 6-bob. Shir qafasga tushsimi bo'lmas shir it kabi xor, it saroyda yursimi yana it be-e'tibor. Abulmajid Sanoiy. Mana Qashqar. Namoz sham vaqti. Osmonda panusdek gunga ko'ringan oyning tegidala to'shik darvozaning sepil kungurlari ko'rinib turadi. Tümen deryasının suyu bilinmez ürkeş yasap, özünün yazgı uğurları bilen ay yüzünü tumanlaştırgan mı, ya ki asman pelek sosulgan kal'a sepili işçi sırtıdaki cinayet ve pacialar tüpeyledin ay yüzü hasret şebnemleri bilen uğralgan mı? Her halda heyliğice o men uçratkan en sulğun ay idi. Tekşi bostallıklar. Vadalardaki ay bilen egiz hem sürlük sepil üstüdeki ay rastılı başqıçımıdı. Qashqar sepil bilen qorşalgan edi. Sepil hazırqı yar bağda, qum darvazıda, töşük darvazıda, üç çoğun darvazı bilen, nur beşida, qonak bazırda yeni aşqan kiçigrek darvazı bilen sırtqı içilatdı. Ciddi vaqtlarda üç çoğun darvazı işleydi. Әмі darvazının yenida saqçıxanlar бар болып, төшік darvaza qo'sh qavat edi. Оның ikki darvazasi arasıga paychusu va uning qamoqxonasi joylashgan edi. Sepil darvazasi ustida raviqi bo'lib, anglashimizcha u yerga kalla esib sazoy qiladi ekan. Biz texi taqalmagan darvozadan Mabi bilan shaharga kirdik. Arvikesh vaqtliq bo'lsa-mu, arvisini töşük darvoza sirtidagi sol qanat oy ko'chadagi payzivatliqlarning arvi dengiga tushirgan edi. Mapa asosli qatnash quroli bo'lib, yasidaq at va qizil sirlangan arvi shodalari bilan zinnatlangan. Manqanda qo'ng'iroqlari jarangishib turadi. Atam menga qarab, "Mana, Aprasiyab bino qilgan ko'ni shahar Qashqar. Onu diva alvastıları qapsap yatıdı. Onun içi qan yaş bilen tolgan," dedi. Men xeyligicha bu sözni çöçek, ballada siyaqida sehirlik tushunib keptimen. Mäparva neyzilik miltiq asqan töt saqçı arasıdan ötüp shaharga kirib, tar üstü yepiq ko'chalar bilen ishkeriki shaharning bulaq beshi Ravaq mahallasiga qarab turgan yarliq mahalla. Can qurg'anға kirib ketdik. Çoğ anam Anarxan, hammam Hamragül, tağam Abdukerim mushu mahalladagi lozun qorosida yig'izar bilan bizni kutib elishdi. Bu quru kalt ko'chaning bir chetida bo'lib, ikki qavatlik peshayvonlik edi. Ostinqi qavatida kishi yo'q, bekor turadi. Udulda bir o'zbek oila. Koç ağırlaşqan xalta eğizida bu qo'roning egalari turadi. Ularning qo'rosining oxiri yer ustiga joylashgan bo'lib, ostida ko'p tal sögatlari qo'rshigan reshatkaliq ikki cho'ng buloq ko'l bo'lib chaqnab turadi. Bu yerdagi sagas patlag'uchilar, gul basqıçılar va Malika Raviqi joylashgan yana bir do'nglik to'g'irliq Toshpari nomli bir hikoyamda yezib qoldirgan edim. Bu qoroda qush beqiladiganligini, semizgina bir kelinning to'y qilib ko'chirib kelingani, u qizning to'ydan keyin yuziga paranji ortadiganligi, meni kichik ko'rib, menga paranjisiz ko'rindiganligi, keyincha menga amroq bo'lib, tarmash tash o'ynaganligi, bag'riga besib meni g'uduqtirib atganligi, nemishqidir bu uydan g'oyib bo'lib chiqib ketganligi esimda. Onun unchi marjonliq boyun quloqlari, o'skilan kirpiklari, ko'pgan chochlari yodimda bo'lsa-mu, ismini shu chaqdami bilmaydim. Biz Qashqarga kelib, atsi atam uyda yuyundi. Arqadan anam yuyundi.
Shu chaqda qo'ro'g'a Hasanaxun ismli bir kishi kirib keldi. U baqasam tun, so'sun tomoq kiygan edi. U xayriyatlik safar, xayriyatlik juma kuni, xayriyatlik do'stlarining İştboqidagi go'zal bog'lardan biriga dadamni mehmonga chaqirib kelganligi, do'stlarning uy patisi bilan onamizni avara qilmay bog'dala mashrab o'ynab didorlashmoq bo'lganligini aytib turib oldi. Atam bilan onam maslahatlash bo'lgandan keyin endi kelganligi, tuqqanlari bilan ko'rishmaganligi, biror haftagacha harduq elishni xohlaydiganligini aytib o'sira bildirdi. U kishi qaytib ketib yana keldi. U yar birodarlar unimidi, umid istakni yerda qo'ymay qadam tashrif qilib bersizlar deb turib oldi. Atam mehmonga ketib qoldi, ammo u bu mehmondorchilikdan qaytib kelmadi. Әтсі анам Hasanaxunning Chasa mahallasidagi xishtin naqsh qilinib yasalgan, deriza qapqoqlari ko'k sirlangan qo'rosiga men bilan billa bordi. Men doim onamning yenidila cho'ng bo'lg'ashqa billa yuratdim. Hasanaxun hiyligar kulkilari bilan mehmondorchilik qizidi, o'zimi xushal bo'ldi. Mehmonlar bilan billa tarqalgan, birari boshlab ketgan bo'lsa, kelib qolar, sabr qilsizlar, dedi. Atam aylab, jillab qaytib kelmedi. Anam saqchi adliya muassasalariga berib, ahvoldan shikoyat qildi. Ular qo'lga ilinmadi, bu ishdan xabarimiz yo'q. Kishi yallab, atrofni tekshirtib baqsizlar, deb javob berdi. Qashqar Yarbog' darvozasi sirtida viloyatlik bosh saqchi idorasi bor edi. Xizmat ustida saqchi formasi kiygan, xurum so'mka tutgan amaldorning shu chog'dagi ko'rinishi esimda qolgan edi. Yolg'an kishilarmi hech qandaq izdirak bera olmadi. Aslida vaqa mundaq edi. Atam Urumchida turmadan chiqib ketgandan keyinla yana bir Muhammad Emin Ibrohimni Qosim Qurboni, ya'ni Marulun qayta surishtirib darhol bo'shatib olgan. Shu chaqda atamni qayta tutish buyrug'i Aqsuga berilgan. Aqsu saqchilarining mas'uli bu ishni absiz ko'rib, Aqsudan chiqib ketgan Qashqar oxirgi manzilgoh degandan keyin Qashqar saqchi idorasi atamning kelishini kutib turgan. Hasanaxun Suriya qiyofatlik maxfiy saqchi bo'lib, Heydqaqdagi yasadaq mapiga atamni tushirib, İştboq tarafga, ya'ni hozirgi Sharqi ko'l, Tuman ko'l tarafga manganda oldin kelishim bo'yicha uduldan chiqqan mapa Hasanaxunni ko'ribla yo'lni to'sib, qo'sh mavzuri asqan kishining majburlashi bilan atamni oldi qora yopiq bilan to'silgan mapiga tushirib elib ketgan. Atam Hasanaxunga jiddiy jahli bilan nafrat yog'dirib ayrilgan. Bu ahvolni keyin atam aytib bergan edi. Shunda qilib atam faqat 100 kunlik xavotirlik erkinlik ichida Urumchi turmasidan Qashqar turmasiga tashlandi. Ammo dal mushu chaqlarda tarix o'z shaxmatini boshqacha o'ynayotdi. G'oliblar mangulik halokat girdobiga yiqilishyotdi. Manga alayda ta'sir qilgani atamni anam va hammam bilan axtirib Qashqar atrofini aylanganlarimiz bo'ldi. Qarang'u mahallalar, xatarlik joylarning ko'pinchisiga bordik. Shu chaqni aslasam, 33 yoshlardagi atamning qaddi qomati va u munosabat bilan 1940-yillarning o'rtalarındagi Qashqarning qiyofati ko'z oldimga keladi. Ana, shahar ichi, Anjon rastisi, Tilla sariyi, Yarbog' yorliqi, daryo bo'yi so'gatligi, Xanzu qabristonligi Sitang shamalbog', Yolg'iz terak, Nur beshi, Buloq beshi, O'stan bo'yi, Janon ko'chisi, Sandiqchilar, Zargarlar mahallari, Qaymoq bozori, Qum darvoza sirtidagi Juga yog'och bozori, So'gatlik mozor, Qizil daryo maydoni, Ko'k gumbaz, O'rta oldi, Xon bozori, Do'ppi bozori, Navatchi, Atlaschi, pichoqchi do'konlari,
Tahirxan Xo'jam xonaqasi, Yağ bazarı, Çasa xalqi madrasasi, Yağmul aldı, teatr aldı, banka, doğruxana, şifaxana, mubtxana, qazıxana, Töşük darvoza sirtidagi ko'zichilar mahallasi, Yep bazarı, Bo'g'uz, Said Arslanxon mazari, Qumba qabristonligi, Hazrat, Nazarbog', Qo'rg'on, Zum qaravul. Ana, mening xalqimning tirikchilik shakli. Eshaklik qıq to'shig'uchilar, so'g'liq suvchilar, qaymoqchi ayollar, dog' julabchilar, baqqallar, lampungchilar, kavobchilar, navoiy go'shgirdichilar, oshpazlar, mantxonalar, mol bediklari, bo'zchi bobkorlar, pichoqchilar, anar po'sti yig'ib yurgan bo'yoqchilar, chavuma yig'ib yurgan so'punchilar, do'ppichi ayollar, sallilik xattot kitob burishlar, do'kondor gazlimichilar, qorixonadagi xalpat shogirdlar, lampilik bo'dqiliq yoymichilar, mapa, paytun, harva, birishka haydiguchilar, tavangda girdi sotquchilar, polchi, maddoh, darvoz, pirixun, tikmollaqchi, ravabchilar, samofarxonichilar, o'g'richilar, uy malaylari, darilitam yetimlari, daril ojizdin meyiplari, baqasam yoki chakman yakdak kiygan va oq paranjilik ayollar, yalang oyoq bolalar, divona tilamchilar, to'y nag'ma, jinoza, yig'a qo'shoqchilari. Anda sanda yangicha apandilar, o'qituvchilar, qisqasi 20-asrning 40-yillargacha davomlashib kelgan oxirgi o'rta asrga xos tipik Uyg'ur jamiyati hayotining hamma ifodalari. Bu feodal hayot yiltizining yana bir qancha yil ichida tüp yiltizdan yemirilib ketishini tasavvur qiladigan kishilar to'lim oz edi. Mansabdorlar, yer joy egalari, ularning xenim og'ichilari texmi yuqori mansab, boyliq to'g'risida bir-biri bilan xushamat ham husumatda edi. Hükümalar bo'lsa, 1000 yildan burunqi jangnomalar bilan sho'lgaylarni iqtishatdi. Ularning nazarda olam almasaqdan qiyomatgacha ana shundoq tartibda berishi barqaror edi. Hasan-axun 40 yoshdan halqagan bo'lsa-mu, ana shu aqida bilan soqchidan yuanshukay suratlik, ajdiho suratlik tangilarni elib xiraman yuratdi. U agar tarixning burilish harpisiga kirib qolganligini, keyingi ko'rguliklarini bilgan bo'lsa, dod daryat o'qigan, tilovat qilgan va yoki hech bo'lmagandimi o'zini pakroq tutgan bo'ladi. Atam yo'qab ketgandan keyin chet el va 3 viloyat radiosida qo'lga ilinganlar qatorida atamning ismini atab o'tdi. Anam atishliq tuqqan bo'lg'ichining soqchi idorasi udulidagi ishkirki qo'rosidan 2 eg'iz uy elib ko'chib chiqdi. O tadrijiy atrofdagilar, soqchilarning ayollari soqchiga kirib qurilish qilayotgan Qurbon Yag'atchi bilan uning qaynonasi orqali tanishdi. Ulardan atamning xetini oldik. Hatto Hasan-axunning ismi yozilgan edi. Onundan keyin soqchi idorasi qo'rosidagi mahbuslarga tamoq elib kelgan oila tavobat qatorida o'qishmaslikdan foydalanib tamoq akirdik. Atam ustidagi kirlashgan kiyimlarni tamoq dasturxoniga qo'shib chiqarib berdi. Anam mushu kir kiyimlarni pokit qilib turib, atamning bosh soqchi idorasida ekanligini e'tirof qildirib, rasmiy tamoq kiyim oldirdi. Keyincha atam qum darvoza ichidagi sepil tuviga joylashgan turmaga yetkazdi. Atamni chet el radiosining xabari va qo'lga olganlik e'tirofi xohlagancha yo'qitib etishdan saqladi. Anam Hasan-axunning adabini berish qaroriga keldi. O paranji bilan uning izini qo'g'laydi va yuzini ichib ajallik so'zlarni qiladi. Hasan-axun har yoqqa qechib, ilojsiz adliya mahkamasi qo'rg'osiga kirib oladi. Bu yerda arz da'voga to'plashgan xaloyiq ko'p edi. Anam Hasan-axunni tutib elib, paranjisini irg'itib tashlab, al arsida uni qachatlab
jasusluq Abdi Bashirsini pash qiladi. Bu gap tez arada Qashqarga pur ketadi. Uning ulfatlari uningdan voz kechadi. Kishilar uni qaysi Hasanaxun desa, Hasanaxun ittifoqi deb ataydigan bo'ladi. Shunda qilib tezla diva alvastilar qapsab yotgan shaharning fojialariga o'rtaq oila bo'lib qoldik. Anam pat arda hetgah yenidiki aptekaga xizmatga kirdi. Hozirgi mashhur tibobatshunos Inoyatullo Halimi apandi apteka mas'ul edi. Men mahalla masjidining har uydan biri erkak namozga chiqmasa bo'lmaydi degan talabi bo'yicha hetgah jamoasidagi mashhur dinshunos ma'arifchi Dok Qari Hajimning Abdursul Qarim degan shogirdida o'qidim. Bu xos sahifa. Buloq beshidan g'altak bilan suv to'shidim. Muhammad ismli do'stim bilan odam bo'yi laglak yasab, kanap-tanapda o'chirib, uni serib, qondirib hozirlandim. Ro'z Ramzonlarda o'g'za qirg'aqaga yasib olgan peshtaxta nag'ramni chelib, jon qo'rgan degilarni zuhurliqqa o'yg'itdim. Pat aradila oq ko'nglak, pota va pishiq asqan Qashqar bolasi qiyofatiga kirib ketdim. Abbas Burhan qatorliqlar bilan qoroda g'erib sanam o'ynaganligim esimda. Abbas Burhan Shohi Abbas bo'lib chiqatdi. Kimdir bir qiz sanamning roliga chiqatdi. Men kichikroq bo'lg'ashqa lashkar bo'latdim. Bu arada bir qancha qitim otishqa berib keldik. Biz o yerda Abduqodir tag'am, ya'ni atamning bir navra akisining uyida turatdik. U yerdan boshqa yurtlarga mehmonga baratdik. Cho'ng dadamning yer zaminini tuqqanlar terib, bizga bir yil yetgudak bug'doy beradi. Uni atamning To'qay Bo'kandagi tuqqanlari, Qosimcho'g'ning bolalari o'zlarining ikki toshliq tugmanlarida un tartib eshaklik shaharga akirib beradi. Ular to'limi mehribon edi. Anam bilan haftalab mehmon bo'latdik. Anamning og'zi yumshoq, so'zman va qo'shoqchiligi uning do'stlarini ko'paytgan. Men to'laroq ayollar orasida anamning yedada mehmon bo'latdim. Balalar bilan anjur, anar, üzüm baranglari ostida o'ynaydik. Ba'zida anamni qaqshitib, o'rik, amut, ujma daraxtlarga chiqib olatdim. O yerda cho'ng dadamning boshqa xotinidan bo'lgan qizi, atamning Hevixon ismli singlisi, uning arzuliq o'g'li Amanullo bor edi. U mendan cho'ngroq bo'lib, billa o'ynaydik. Anasining yori ustidagi qabrisini aylantiradi. Qabrigoh menga to'limi sirliq, mungluq ko'rinadi. Keyincha Sadriddin Aynining Adina nomli hikoyasini o'qiganimda yetimlarga bo'lgan izchil hesdoshligim avjiga chiqqan edi. Mening asli ismim Shukrulla edi. Ikkimizni Amanullo, Shukrulla deb chaqirishadi. Amanullo yaxshi o'qiy olmadi. Amdala o'ylanib 1959-yilgi Po'lat tavlashda yoqqan qor bilan o'rilgan Kabe uyda onasi bilan billa qazo qildi. 7-bob. Ibodat asli xalqqa xizmat qilish. Masjid joy namozda emas bu ish. Saidi Shirazi. Urumchida 5-boshlang'ich maktabning oxirgi yarim yili qolgan edi. 5-boshlang'ich maktab Uyg'ur va boshqa millatlar o'qiydigan bir qadar o'lgilik maktab edi. 6-boshlang'ich maktab Burxon Shahida apandimning rafiqasi Rashida xonimning taklifi bilan qurilgan maxsus qizlar maktabi edi. Uning o'rni ilgirki Nalliang sochxonasining o'rni, hozirgi shaharlik 3-doktorxona o'rnida edi. Qashqarda dinda o'qishga to'g'ri keldi. Anam bir tovoq polo va boshqa sovg'a salom bilan meni Abdursul Qarining yog' bozoridagi uyiga ilib bordi. U o'zbek kishi edi. U kontopsida o'ltiradi. Meni ko'rib bir hijoydi va ikki qiz gap so'rdi. Hammamiz yukinib o'ltirdik. U o'roq, egiz bo'y, burut saqalli kishi edi. O'skiran qashliq bu kishi ancha holliq emas edi.
O çağda meyli yeniçe yoki ko'nicha bilim egalari bo'lsin, hammasi degudek halliq emas edi. Anlasam, cho'ng dadam bilimlik bo'lsa-mu namrat, aksi shahhajim ma'lumoti töven mijazi darg'azab bo'lsa-mu halliq edi. Jahon xuddi nadonlarga e'tibor berilmasa, ular yashayolmaydi. Bilimliklarga e'tibor berilmasa-mu, bilimi tufayli kun o'tkazalaydi degandek o'rinlashtirilgan edi. Abdursul Qarimo payshanbalikka tayinib jon boqatdi. O çağlarda dini mektep yoki biror hunarga berilganda ustixini bizning go'shi o'zlarining degan takalluf so'z bo'ladi. Shundan keyin men haytqoqqa qatnaydigan bo'lib qoldim. Men qator tizilgan limlar, kesaklar qo'yilgan sinfda o'qidim. Oningda doskimi, partimi, qalammi, qog'ozmi yo'q edi. Faqat ba'zilarimiz otning, kalining taqoq so'ngkini, ba'zilarimiz bir parcha döşi shakillik taxtini daftar hisobida ko'tarib boratdik. Bir kuni bu maktabdan qochib ketdim. Ehtimol 3 oyga yetmagan vaqt edi. Bir payshanba bozor kuni edi. Payshanba kuni payshanbalik bilan bo'lib dars az o'qiladi. Juma, ya'ni ozni kuni dars o'tilmaydi. Bir payshanba kuni payshanbalik yig'ish navbati menga kelgan edi. Balalar bir qo'ltiq kaslangan yarmi o'tin bilan payshanbalik pul elib kelishdi. Men o kuni 3 ishni xato qildim. Birsi mollam tayoqni ko'targanda o'tin qimmat bo'lg'ashqa arasiga obdabparas shehit qilib qo'yganlik. Yana birsi mollamning uzun bambuk tayiqi ichiga sopun mazg'ipi selib paxtada etib qo'yganlik. Ang ig'ri payshanbalik pullarni shilimda ulab chaplab xuddi Urumchidagidek sinflarni zinnatlaganlik bo'ldi. Pullari to'g'risida u yoqdan bu yoqqa tortilgan edi. Mollam kirib, buningdan g'azablanib, qo'liga bambuk sapliq tayiqini oldi. Tayoq mollamning beshiga chiqqanda to'shikdagi paxta tushib ketib, mazg'ab mollamning sallasini bulg'avatgandan keyin varqiravatdi. O tayoqni tashlab, menga kesakni otganda qog'ozda yemlangan panjaradan qochib ketgancha ikkinchi qaytib kelmadi. Ondan keyin Nurbeshi boshlang'ich maktabining 6-sinfiga kirib, kam qolgan yarim yillik, ya'ni bir mavsumlik o'qishimni to'ldirib, boshlang'ich maktabni bitkizdim. Shu chaqdimi a'lochi o'quvchi edim. Mening maktabim yolg'iz sinfda emas edi. Biz o'ltirgan qo'roning teshi nihoyatda cho'ng to'gi saroy edi. Saroy Tuman daryosi bo'yida, yar bog'dagi mashhur boy o'zbek mo'tivar So'pibek hoji qo'rosining ostida edi. Saroy darvozasi ichida Qodiraxon degan kishi saroy boqquchi edi. U to'li chaqda to'yga ot karvonlari bilan ladoq yo'llariga ketadi. Aymana degan ayoli bilan ko'ziga oq tushib ama bo'lib qolgan qizi Osigul saroyda qoladi. Bu qiz chiroyli, aqlli, chuchuk til va o'maq edi. Aymana bir chaqlarda g'oyib bo'lib ketib, molla bo'lib qaytib kelgan degan so'z cho'chak bor edi. Qashqarda bundaq jin elib qochgan ayollar anda-sanda uchrab turadi. Aymana hikoyaga usta edi. Men Tahir Zuhra, Farhod Shirin, Yusuf Ahmad, Yusuf Zulayxa, Gür o'g'li, Hamra Hurliqa, Bahram Gur, Baba Roshan hikoyalarini onundan anglagan edim. Oppoq aydingdagi katta oppoq ko'nglak kiygan Osimgulning yanida o'ltirib bu hikoyalarni anglaydim. Onun nursiz ko'zlari qo'yuq kirpiklari orasida quluploqliq xazinaga o'xshaydi. O haqiqatan ho'shyor va chiroyli edi. Kunduzlari orqamdan minib naqsh aytadi. 10 yildan keyin men Maralbeshida Osigulni to'nib oldim. Onun ko'zi echilib, radistlik qilib atadi. Oningdan keyingi hikoyalarni yezishga ayrim fursat bo'lar. Esimda qolgan yana bir ish Perixo'rning uyiga borganim bo'ldi. Anamning bir jup uzuki yo'qolib ketib, topolmagandan keyin
Ayım ananın başlışı bilen Xam bazarıdın dön mescid tarafga baradigan yol egizida bir Perixonning uyiga keldik. Onu biraz saqlab qaldik. Uyda to'risqa esilgan arg'amchini tutgan bir yosh ayol dap urg'usiga keltirib sakrab, terlab pishib yiqildi. Onu boshqa ayollar ustiga to'n yepib yotqizib qo'ygandan keyin Aymanning tonishtirishi bilan Perixon bir dasturxonni beshimga yepib, ichiga bir piyola suv qo'yib qo'ydi. O'zi bir nimalarni deb o'qib, menga qarab, "Suvda o'g'irning so'riti ko'rindimi?" deb so'raydi. Men "Yo'q" desam, yana o'qidi. Keyin so'raganda men piyolada bir qurt pirqirab turdi, boshqa hech narsa yo'q dedim. Perixon anam bilan oyim aniga "Bolaning yeshi cho'ng bo'lib qapti, aql kirmagan bola lozim, bo'lmasa ko'rinmaydi" dedi. Shunda qilib o'g'ri ko'rinmadi. 8-bob. Yaxshi xuluq eng yaxshi narsa erur jahonda, xalq so'yar hammadan shuni har bir zamonda. Fariddin Attar. Atam türmeden ahiri 1946-yili 11 moddalik bitimning siyosiy mahbuslarni qo'yib berish belgilamasi va shu viloyat taraf nazorat qilgan tizimlik bo'yicha qo'yib berildi. Atam qo'yib berilish oldida. Bu amaliyotda kollektiv qo'yib berilish edi. Anam bilan Qum darvoza ichidagi turma yenidagi saqchining uyiga bordi. Uning ayoliga anam sovg'alar elib borgan edi. Uning uyining ishki turma gazarmasi ichiga ichiladi. Birozdan keyin uyga Oblis Muhammadi kirib meni so'yib erkilatdi. Qo'limga bir qo'yliq qizil qog'oz pul berdi. U atam bilan bir kamerda yotadi. U ilgari Shingsay turmasida tarjimon mahbus bo'lib, anamni so'roq qilishga qatnashgan. To'lichaqda Lyubindi va uning kishilari so'roq qilgan. Lyubindi Sovetda o'qib kelgan bo'lsa-mu, keyin Shingsayning sodiq saqchi boshlig'i bo'lgan. Uni ili inqilobchilari etivatgan edi. Oblis Muhammadidan keyin bu uyga otam kirdi. Yana Yangbomin simlik Yanan kommunisti bilan Alyushkin simlik Rus doktor kirishdi. Anam o'z rasxoti bilan bu uydagi sohibxona ayolga sho'rb tayyorlatgan edi. Olamdan xabardori bu mahbuslarning ruhi ko'tarangi edi. 1945-1946 yillardagi Qashqar bir qaynam, bir siyosiy kurash sahnasi edi. U yerda inqilobiy ziyolilar va savdo tijoratchilar ko'paygan, ham milliy, ham demokratik bo'lgan 3 viloyat qurolliq inqilobiy kurashi xalqning sotsializmga moyilligiga eng bab vosita bo'lgan edi. Gomindang armiyasi, saqchilari, ma'murlari orasidami taraqqiyparvar yerlik zatlar ko'rinishga boshlagan edi. Sovetlar ittifoqining Qashqardagi konsulxonasida Tachalkin, Baturov qatorliq kishilarning faoliyati xeyla o'tkir bo'lsa kerak. Toshqo'rg'on va Toshmiliqdagi qurolliq jang partizanlarning Janubiy Shinjongdagi ta'sirini kengaytdi. Pat-pat darvozalar taqiladigan, echilgandimi mo'min puhrolik guvohnomasi surishtirildigan. Etkah qatorliq maydonlarga qum qachilangan bishkaplardan oqib yasalgan ahvollar vaziyatdan uchur edi. Shaharda yangi shahardagi milliy tarkibdagi Gomindan qo'shinlari ofitserlari qatnashgan 24-iyul qurolliq ko'tarilish plani pash bo'lgan. Mollabaqi Tunjan qatorliq kishilar otish orqali Sovetga otliq elishib turib qochgan bo'lsa-mu, xalqda g'alaba ishonchi ustun edi. Ayni vaqtda Lutfulla Mutallib halok bo'lgan Oqsu sabr qochisi teshib, po'ruq to'ng'iga o'xshab qolgan. Qashqara arsaldilikda emasligi bilan kuchlik magma portlash oldidagi muhitga o'xshaydi. Agar bitim ruhi ta'sir ko'rsatmagan bo'lsa, uning portlab chiqishiga gumon qilg'ili bo'lmaydi. Sobibek Hoji Gomindan hukumati nazarda Qashqardagi milliy, diniy, harbiy va soqchi oliy amaldori hisoblanadi.
Elidin kelgan inqilab qarlıqaşlarının əksiçə, Davud Qari qatarlıq bir qancha şəpərəmu bir neçə camada nutq sözləb, xalq g'azibini aqli jihatdan boshqa tarafga borashqa, birdaklikni parchalashqa urinishdi. Tayran Xo'jam o'z muridlarini ko'paytish bilan ovora edi. Abdukerimxon Mahsum nazarbandda bo'lsa-mu, uning Tarbo'g'izdagi do'nga ahyo qilingan beg'iga ilg'or fikrli kishilar bilan ilgariki savalliklarini yo'yishga oldirab qolgan kishilar berib turadi. Angliyaning Qashqardagi konsulxonasi Chinbog'da Tarzan qatorliq kinolarni ommaga ancha-muncha qo'yib berib, Afg'oniston grajdanlari sodigar qiyofatlik har xil xon sohiblarini ishqa silib o'z faoliyatini kuchaytgan edi. Uning Shotir laqamli choparmini otliq tez suratda Yakan, Xotan dashtlarini kesib xat aloqa to'shiydi. Konsul Uyg'ur paytinkash yigit bilan konsul o'rinbosarining qizi orasidagi voqeagami kang qo'lliq qilishga majbur bo'lgan edi. Qashqar gazeti o'zining Xotan qog'ozida chiqadigan sahifalarda gohi ulus haqida she'rlar bossimi, to'lisi 1-may Jonan Saba temisidagi demokratik she'rlarni bosadi. U chaqda Ahmad Ziyoiy gazet mas'uli bo'lib, Nurmuhammad Erki, Turg'un Almas, Abdukerim Saodatov ko'zga ko'ringan shoirlar edi. Yaqında anamning Hamrajon nomida 1-may degan mavzuda besilgan she'rning ko'chirilgan nusxasini Qashqar gazetxonasi salgan pochtadan topshirib oldim. U gazetxona ish qog'oziga ko'chirilgan bo'lib, qizil bo'yoqda besilgan 1-may xotira gazetida e'lon qilingan edi. Mana bular ayni yillardagi siyosiy atmosferaning 1930-yillar o'rtasidagi ahvolidan zo'r darajada farqlanganligini, janubni tinchitish uchun atush og'u orqali tanka aeroplanlar mang'uzish hojatsiz bo'lib qolganligini ko'rsatdi. 11 moddalik betim Ikkinchi dunyo urushidan keyingi umumiy vaziyatning Xinjiangdagi bir mahsuli sifatida imzolanib, birlashma hukumat tashkil qilindi. Zhang Zhijun apandi ham harbiy, ham ma'muriy, ham Gomindang markazining vakili, ham ijroqni ko'rar ho'sharligi bilan o'ng tarafga Mas'ud Sabirini, so'l tarafga Ahmadjon Qosimini qo'ltiqlagan bir siyosiy gavda hosil qilib, go'yo ishki nizoni yarashtirg'uchi qiyofatni tanlab oldi. Betim moddalarini amaliy kurash va inchga xizmat bilan amalga oshirish talab qilingancha, kuchlar nisbatida har qaysi viloyatda farqli vaziyat gavdalandi. Qashqarga yuqorqi 3 tarixiy shaxs boshchiligida birlashma hukumat mas'ullari kelishdan ilgari betim tashviqoti va uning moddalarini amalga oshirish xizmatini ishlash uchun Sayfiddin Azizi keldi. Siyosiy mahbuslarni bo'shitish, demokratik saylam asosida birlashma hukumat organlarini qurish dastlabki asosliq vazifa edi. Men Nurbeshi boshlang'ich maktabida o'qiyotgan chig'imda Sayfiddin Azizi bu maktabga keldi. U ma'rif noziri edi. U Nazarbog'dagi Qashqar o'tir maktabi va Darul Muallimin birgavda qilingan maktabga borganda men to'liqsiz o'tir maktabga kirgan edim. Bu arliqda u bizninkiga kelib, men o'g'izida qarab turganda tug'ilgan o'g'ilni ko'ray deb meni chaqirib so'zlashdi. O'tir maktabda yaxshi o'qishim to'g'riliq tavsiya qildi. Bo'shitilgan siyosiy mahbuslar bilan otam turmadan bo'shab chiqdi. Ularning ichida mening biladiganlarim Abliz Muhammadi, Yang Bomin va Alyushkin edi. Abliz Muhammadi ili Xalq inqilobiy partiyasining Qashqardagi vakili ekanligini u chaqda bilmaydim. U betim vaqtida Qashqar ma'rif idorasining boshlig'i bo'lib tayinlangan va uy o'choqliq bo'lgan. Adab axloqliq, kam so'z bu kishi hal qilg'ish bo'lmagan ishlardan o'zini yiroq tutib, qattiq nazoratdan aman qoldi. Keyincha muhim xizmat bilan Urumchiga ketganligini u menga 1985-yili hikoya qilib bergan edi.
Яңбомин янәндегі kommunistlardan edi. Abdulhaq Azizi tağa, Musayuf akalarının aytishicha, Qashqarda Li Jiliang ismlik ma'rifchi kommunist bilan Kong, Wang, Zhang ismlik kommunistlarning bo'lganligi ma'lum. Яңбомин türmeden chiqib bizning uyda bir mezgil turdi. Uning qo'y yungi yepida bosh kiyimi to'qib olganligini ko'rgan edim. Яңбомин ustiga paranja ortib olgan yashangan ayol Atin Tata bilan chiqib ketgancha qaytib kelmadi. Atin Tata keyincha anamga Яңбомин yan'anga ketdi degan edi. U Sovetlar Ittifoqining Qashqardagi konsulxonasi orqali chegaradan chiqib ketgan ekan. Alyushkin doktor edi. U türmeden chiqib biz o'tirgan qoroda, balaxona uyda bir mezgil kichik ambulatoriya ochdi. U bilimlik, tajribalik yosh vrach edi. Azodlikdan keyin u Kerembagh doktorxonasining boshlig'i bo'ldi. U bir qitim davlat bayrami ziyofatida xushalligidan tansi o'ynayotganda jon o'zgan. Atamning aytib berishicha, u türmede doktorlik qilganda badxo'y, besham, hiyligar türme boshlig'iga kepinak suyuqliqqa aralashtirib, o'qil qilib, uni manganda ikki yonga tukirib mangadigan qilib jazosini bergan. Uni boshqa doktor yoki perixollarmi bu qanotliq jindan xalos qila olmagan. Atin Tata Sobibek Hoji qurosining sirtida o'ltirdigan ishlamchi ayol edi. O Sobibek Hojining darvozasini baqatdi. Uning o'shkisi bo'lib, seg'in o'shkisi edi. U o'zbek bo'lganligi uchun Sobibek Hoji ishkida turib qolgan bo'lsa-mu, u ustiga o'chki qilidan to'qilgan chumpardasini ortib, ba'zida tilamchi ayol qiyofatiga kirib, xalq inqilobi ishlariga o'z hassini qo'shatdi. Sobibek Hoji bitim mezgilida ham buruqturma, ham yoshurun yuqori töven qatirab yurdi. Uning Kerembagh doktorxonasiga udul joylashgan hashamatlik katta qorosi qizlarning og'uzari, kattalarning oyoqlashmaydigan ziyofatlari bilan to'lgan edi. Sobibek Hoji bargan seri ko'zga ko'rinishga boshildi. O'rta Osiyodan qochib kelgan bu zot bitimning buzilishi bilanla Qashqarda inqilobiy zot Abdikerimxon Mahsumdinmi katta harbiy, ma'muriy, milliy amaldor bo'lib sahnaga chiqdi. 9-bob. Mayli dandan bo'lsin yo tilla qafas, qush uchun bo'stonga zodi arzimas. Xisrov Dehlavi. Zulm va qarshilik, zalolat va inqilob orasidagi murassasiz kurash sahnasidagi bitim Hasan itboqinimi, undaqlar ziyonkashlik qilgan mahbuslarnimi yoki qarlamay va yoki oqlamay ko'chiq chiqarib qo'ydi. Qashqar texmi murakkablashib ketgan edi. Atam viloyatlik moliya idorasida xizmat qilishga boshladi. 1988-yili Balnisda yotganimda mashhur Uyg'ur san'atchisi, pishqadam komedik aktyor Muhammad Emin Nurzaka shu yillarda atamning Yasin Satang, Ömerbay, Emin Hojibay, Matniyaz Mahsum, Abdurahim Uchaychi, Yusuf Qo'qan qatorliq boylarni harakatlantirib, taraqqiyot shirkati tashkil qilib, Yarbogʼ sirtida kinoxona salg'uzib, Sovetlar Ittifoqining Qashqardagi konsulxonasi orqali Sovet kinolarini oldirib qo'ydirganligini so'zlab berdi. Men o'smir vaqtlarimda usti Badra va Bo'rada yepilgan bu klubda Vaslisa, ya'ni Uyg'urlar Paqchokan deb atagan, Lenin oktabrda, Qurolliq odam qatorliq filmlarni ko'rganligim esimda. Uningdan boshqa Matniyaz Mahsumni harakatga keltirib, mushu kinoxona uduliga rus pasonida gollandiyacha tammashlik muncha soldirganligini, bu munchani Matniyaz Mahsum munchisi deb ataydiganligini menga so'zlab bergan edi. Bitim buzilish oldida bitim moddalarini amalga oshirish, ilgirlashni tashabbus qilib, chekinishga qarshi turish yuzidan Qashqarda butkul Shinjongni larziga solgan xalq namoyishi bo'ldi. Bu ehtimoldan Qashqar tarixidagi tunji va hozirgi zamon namoyishi bo'lsa kerak.
Albatta, u mening tariximdimi tunji ko'rgan va tunji qatnashgan namoyishim edi. Bu namoyish Qashqarning barliq yoshurun inqilobiy kuchlarini ochiq sahnaga elib chiqdi. Bir zaman ko'ranglashgan pikaplar paytollarda g'adiyishgan amaldorlar bilan arg'amoq menishgan qomi kamchat tumoq boylar, mahbilarga patmay yurishgan og'chi xonimlar xalqning inqilobiy g'azab to'lqinlari o'rkishida buning pushqoqlarga yoshirinishdi. Qozixona, muftixona, sud so'roqxonalari bilan Oltin saroy va xonaqolar bir zaman bo'shab qoldi. Xalq xuddi qaqnusdak yolqinda samoga tushgan edi. Men tunji erkin va iftixorliq nafas oldim. Qashqar shahrining markazi Hetgoh maydonini Yarbog' darvozasi, Rasta bozoridan kelgan, Saman va Nurbeshidan kelgan, Qum darvoza O'stan bo'yidan kelgan, Yangi darvoza Qo'noq bozori Yomul oldidan kelgan, To'shik darvoza Xon bozori Atlas bozoridan kelgan, shahar ichi O'rda oldi Chosi ko'chasidan kelgan, Nazarbog' Torbog'uz Hazratdan kelgan turkum o'quvchilar, yoshlar, har kasbdagi ammo xuddi o'rgashdek qaynamga aylantirdi. Qurolliq hokimiyat qo'shinlari, ko'ni saqchi amaldorlari, Gomindan qo'mondonlik shtabiga qechib kirib olgan Sobibek Hoji, Tursun Ali va boshqa yerlik aksiyatchilar o'z kuchlarining faqat metal bilan po'ruqqa, diniy niqob va aldamchilikqa tayinib yashay oladigan to'limi ishonchsiz, zaif narsa ekanligini texi deyarlik his qilgani yo'q. Ular eshaklik, harvilik, piyoda, bo'z ko'nglaklik dehqonlar, to'mirchilar, ko'zichilar, juvozchilar, bobkorlar, qozonchilar, karvonlar, har xil kasb va o'quvchilarni pamsiz maxluq bir dova qum deb qarashardi. Namoyish qo'shin saldak iqib Vali mahkamasi Dotay Yamonning oldi qorosiga kirdi. Men oldingi qatardagi o'quvchilar bilan sinfdoshlar orasida turatdim. Vali mahkamasi qorosida oldimizga Vali Abdukerimxon Mahsum chiqib bizni to'sdi. U beshiga kamchat tomoq kiygan, beliga tapancha osgan, pakar bo'yliq odam bo'lib, qo'lida hassisi bor edi. Men savodashlardan kichik edim. Sinf atlab o'qish va sinfda qilib o'qish tufayli yoshlarimiz farqlanadi. Men namoyishni qanday qilishni bilmaydim. To'laroq ustoz Turg'un Almasqa agishatdik. U kimga agishidi biz bilmaydik. Mavjud jaholat kuchlari ustidan unlik varqarash ayni zamonda haqiqatan ig'ir ish edi. Mushu inqilobiy isyon tufayli yuzlab kishi issiq qonlarini oqqizdi. Türmelerge taşlandı. Biroq men ishning undaq oson emasligini bilolmaydim. Meni xo'shal qiladigini xalq bilan billa qalbimdagi xohishlarni ifodalaganligim bo'ldi. Men garchi yiqib tursammi, aeroplan saylisi, paraxotda sayohat qilish, konki teyilish, anjan arg'amoqlarini o'ynatish, tansa yoki muhabbat uchrashishlarida munchilik ko'ngil ochmagan edim. Faqat mushundaq g'urur, mushundaq umidvorlik, mushundaq shodlik va bayramning dunyoda bo'ladiganligini bilmaydim. Bu tunji cho'g'liq ruhiyat umrimda qayta takrorlanmagan. Shuningdan keyin men shartsizla o'zimning oddiy emgakchi xalq ommasiga tava ekanligimni cho'nqur his qilishga boshladim. Shuningdan keyin men shahar gazarmalarini, hashamatlik ziyofatlar, yomul e'lonlari, qozi muhrlarini patparaq qilib etadigan favqulodda qudratli kuchning xalq ommasi ekanligini sezdim. Bu qitimliq namoyish Oktyabr inqilobining keyingi yangi davrning ilhomi ostida jonlanayotgan yangicha demokratik milliy uyg'onish ilhomi ostida yuz bergan edi.
O meni tunji qitim oila chambaridagi orzuluq o'g'il salohiyatidan jamiyatga, xalq orasiga ilib chiqdi. Men ijtimoiy masalalar ustida tafakkur qiladigan bo'lib qoldim. Bilmayman, shuningdan boshlab men pat-patla dastlabki chaqlarda har bir juma kuni degidekla mungluq xiyolga cho'kadigan, ko'zimga yosh tomchilari tizadigan, odam yo'q joylarda biroz turib olishni xohlaydigan bo'lib qoldim. Undoq olipita kiyim-kechaklarni yoqtirmas bo'lib qoldim. Helimi esimda. Apam bana yaxshiroq kiyim kiydirolmay qaqshaydi va do'stim Raziq Supurgi bilan ikkimizga o'xshash kiyim kiygizish yo'li bilan bana biroz yaxshiroq kendir cho'chinchi kiyim kiydiradi. Men oliy maktabning dastlabki kurslarida dadam bergan qo'l soatini taqamay, do'stim Tursun Sabitga taqat turib, vaqtni uningdan so'rab yurdim. Savaqdaşlarının köpçülüki qo'l soati taqagandan xeyli keyin men bu soatni belikimning ichiga taqashga başladım. Bu soatni men taki 40 yoshgacha taqadim. Oqibat virkashda parxonaga ko'mir to'shiganda ko'mir arsiga tushib ko'yib ketdi bo'lg'ay. Men xeyli nozuk edim. Men hozirgacha, hatto hozirgi ahvolimdan qarasam, taki ömrümning oxirigacha shu kunlarda Qashqar ko'chalarini to'lg'izib eqivatgan xalq eqimiga sodiq bo'lib qoldim. Men bu eqimga mangu yuz o'rmayman. Ota-onam O'rta Osiyoga chiqib ketgandimi, men shu xalq bilan ular yashagan zaminda, ular ko'rgan sarguzashtlarga sodiq bo'lib qoldim. Men ishinaman. Men uchun xalqdan boshqa, hammadan ilgari o'z xalqimdan boshqa, jumladan tarix yaratquchi xalqlardan boshqa e'tiqod yo'q. Xalq shuningdan boshlab o'lcham, nishon, vijdon va e'tiqod bo'lib qoldi. Xalq jim bo'lib olganda fikr yurgiziman. Xalq so'zlaganda sukut qilib tura olmayman. Xalq ruhlanganda qaqoqlab kulaman. Mening qalamim ashu qalam tutgan va qalam tutmagan xalqni madilashga qartilgan. 11 matliq betimning nemaligini bilmaydim. Biladiganim bir qitimliq xalq o'rkishi edi. Betim vaqtidagi ko'p ahvolni bilmayman. O buzulganda men Payzavot nahiyasida edim. Dadamning singlisi Hamragul Hadam yo'ldoshi Ibrohimjon bilan Payzavotda edi. Ibrohimjon aka Payzavotda mal doktori bo'lg'ashqa, men Payzavotga yozliq ta'tilni o'tkazishga ketgan edim. Payzavot noyillik hukumatda bir yosh katib bor edi. Ismi esimda yo'q. U ustiga maxsumcha baqassam to'n kiygan edi. U mendan 6-7 yosh cho'ngroq edi. Men uning xushxat yezishiga xushtar bo'ldim. Janubiy Shinjongda tunji to'liq o'tir maktabning tunji sinfida o'qiyotganligim uchun u yerdagi boshlang'ich maktab o'qituvchilari bilan tanishtirib qo'ymoqchi bo'ldi. Nahiylik hukumat bitim munosabati bilan saylangan aralashma hukumat edi. U xuddi ajoyib xonadek lochin mubar, hong'it mubar bir muassasa edi. Hukumat organi ko'chadan xeyli ishkiriga selingan bo'lib, armudun seda daraxtlari qaplab turadi. Qadimki yomulni o'zgartib salgan bu qurilishda xanzucha uslub ko'rinarlik edi. Oldi quru ishxona, orqa quru hokim va boshliqlar oillari, yon quru otxona edi. Payzavotdagi inqilobiy kuchlarni tashkillash va ulg'aytish uchun yozliq ta'tillik muallimlar kursi ochilgan ekan. Bu kursga men ismini unutgan bir muaribchi, Bozor markaziy maktabning ilm mudiri riyosatchilik qiladi. Bir kuni tuyuqsiz nahiya klubida cho'ng yig'in ochildi. Yig'in maydoniga hukumatning barliq xodimi, o'qituvchilari to'plangan edi. Zalga kishi to'lgandan keyin birdinla nahiya bozorida turishliq Gomindang rotisining askarlari bilan qurolliq saqchilar kirib,
zalning sahnasidan boshqa 3 taraf temini bo'ylab qurolliq o'ri turishdi. Arqadan bir to'p amaldor bilan billa Qashqardan kelgan So'pibek hoji sahnaga kirib keldi. So'pibek hoji sahnada islom so'ralarini Gomindang manfaatlariga tadbiqlab xeyli so'zladi. Heliqi yosh ilm mudiri darhol sahnaga sakrab chiqib, radiya berishi bilanla chirmab bog'lab ketildi. Shuningdan keyin qash-qash tut boshlandi. Kichkina Payzavat bozorida pilimot yangrashqa boshladi. Tarix So'pibek hojining umum yuzlik bitimni buzish va cho'ng tutqun o'rinlashtirishi bo'yicha sahnaga chiqqanligini ko'rsatdi. Dal shu kuni Qashqardimi terrorlik boshlangan ekan. Shunda qilib hang'itlar tantani qildi. Vaholanki bu ig'ir halokat va mangu munqarzlikni badal qilgan tantani edi. Heliqi ilm mudiri rota shtabida atxonaga bir kecha esib qo'yilgandan keyin atisi etib tashlangan. Bitim buzilgan shu kuni kechda qattiq tutqun va qirg'in boshlandi. Men tag'am va hammam bilan bir gamiga yoshirinib olgan edik. Gamida xeyli kishi bor edi. Bir ayol kasalchan bo'lib tinmay yo'talatdi. Yondan gami ustidan askarlar o'q etib o'tib turadi. 2 kishi kasal ayolning og'ziga ro'mol tiqib avar edi. Oxiri u chidayolmay usti va atrofini o'skilang cho'plar qoplagan bu gamidan chiqib g'oyib bo'ldi. Tang sahar, na itlarning qavishi, na xo'rozlarning chillashi, na azon ovozi. Terrorlik vahimasida ko'tarilgan gunga quyosh o'lim purab turgan nahiya bozorni g'uva yo'ritdi. Men Ibrohimjon tag'am bilan u tayyorlagan otga minib, qir bo'ylab Qashqarga qochdik. Ana, yomon yor iqini. Biz yomon yordagi o'tanga yoshiringan bir qancha kishidan 1-iyul yolg'iz Payzavatda emas, Qashqarda, butkul Janubiy Shinjongda Gomindang bitimni buzib, aksli inqilobi hujumga o'tganligini bildik. Jahon tinchlanguncha inim, dedi Ibrohimjon aka. Yon yardan yaxshiroq yer yo'q. Men shu yerda Abdurahim Nizarining Robiya Saidin dastoni haqidagi hikoyasini qeyri o'tangchidan angladim. So'pibek hojining Payzavatga shikarga chiqqan yigitlari Qashqarga qaytdi. Biz shuningdan keyin Qashqarga kirib oldik. Uyda otam yo'q edi. Anam bilan biz bir qancha kun ansirashda o'tdik. Keyin otam paydo bo'lib qoldi. U kishilar sirtqa qochganda o'zini yoshirgan edi. Bir qancha ziyoli qo'noqliklar tog' orlarga qochganda otam bir bakka mehmon bo'lib olgan. Bu savatsiz bek dadam bilan Yarbog' sirtidagi qirg'iz bo'zixonasida tonishgan bo'lib, otamga egiz o'sgan ujmining o'gizidagi soyisi ostiga o'rin selib bergan. Qashqar o'tir maktabiga chiqqanimda o'qituvchilar kursining kursantlaridan birining shu qitimqa qirg'inda maktab qo'rosida o'ldirilganligini bildim. Xo'sh, bugun mush yergacha o'qiylik. Diqqatingiz davomida bo'lsin. Xayr xo'sh, omon bo'ling.